Көңіл арамаңларға таққа тұққу. Firdevs Qurban. Telefon aldım Tötkoyga badam yangaq chaqıman, traktorning chaqini kim ortiq qilib satıman. Mijilib ketdi uçqıcha gittirimning tarisi, yutib ketdi shapaldaq yurakimning parisi. Akşam chiqqan aptapda soğuk tushdim shalaqishib, paypiqimni yevasam uchib ketdim palaqishib. Ketib barsam ko'chada tushib qapti mashinam, chalma assam daraxtga qo'rqib ketdim tushimda. Nefes to'g'rab chaydoni qazon etdim poloda, haydab ketdim cho'ng yo'lni haqirtib motoda. Oyig'imning yengini chilab soldim laziga, derizdan kirgucha beliq tutdim eriqda. İştinimni keydim men pishonamga cho'kirib, mo'm yedim chavaklab o'ng so'liga tükürib. Qalam yozdim xat bilan, dangal tuqqan dard bilan, taq-tuq xat bilan cho'tqilayman qishimni. Ona o'z bugungi taq-tuqni rasmiy ma'vo shoirning o'rnini turib bağlab ketmay anglaysizlar juma. Chaq-chaq. Ko'nglarimni so'q qildik. Avtori Firdevs Qurban, men Guliston Turdi. She'rlarimizni yoqtirsangiz, bizni qo'shib bering. Menimi qo'ying qo'ying. 抖音